Всем привет, men qadrli любимчиklarim, yaxshimisiz, sog'liginglar yaxshimi? Bilgan bo'lsanglar, men bir kun 3 ta video qo'yapman, bir kun faqatgina bir dona Vine qo'yapman Instagramga. Men sportiv obrazda kiyinishim kerak edi. Kecha video oldik-ku, shuni obrazini yaratish uchun va menda faqatgina ko'chaga kiyish uchun bittagina trikoyim bor, xolos. Bilasizlar, ko'chaga triko kiymayman, kam kiyaman. O'zida bitta dvoykam bor, sportivni ko'chaga kiyadigan, и потом shu trikoyim bor ekan. Unga moslab shu qora vodolskani kiydim. Bilmadim, men buni qiziqish ko'ringan, lekin qizarib ketganga o'xshaydi. Unaqa emas-ku. Tavba qilib ham mayli dedimda. Kiyimlar hammasini tashladimda, yerga ale hop dedimda, shartda kiyib oldim. Mana ko'rishinglar mumkin. Bilmadim nimagadir sportivni kiyim yarashmaydigan bo'lib qopti. Avval yarashardi menga. Maktab paytida faqat murskoy kiyimlar kiyib yurardim. Bilasizlar, doim yalang'oq yuraman. Ayam so'kadi doim. Gadoy bular paypog'i yo'q deb shuncha issiq bunaqa paypoq kiyib oldim, chunki krossovka kiyaman. Kepkam kiyib keladi, borib keldim. Oldin shunaqa ko'p sportivni kiyinardim, hozir sportivni kiyingim kelmay qopti unchalik. Ustimga shu kamzirni kiydim, chunki kurtkalarni uyga tashlab kelishgan ekan. Yo'llikka telefon qildim, kurtkani olib chiqib turinglar, men sizlarga kamzirni beraman, almashtiramiz deb. Polniy lukim bo'lsa, kecha videodan, Vine'dan ko'rib olsanglar bo'ladi. Men ketdim, poka, sizlar yaxshi ko'raman.